Farzandingizga isitma kirgan vaqtda dori vositalari berishga shoshilmang. Agarda farzandingizga isitma kiradigan bo'lsa, unga doim ham dori vositalarini berish tavsiya etilmaydi. Albatta uni birinchi o'lchab ko'rish kerak, isitma necha gradusgacha chiqayotganini aniqlashtirish kerak. Bordi isitmamiz 37,5-38 gradusgacha bo'ladigan bo'lsa, unda bolajonimizga ko'proq qaynatilgan suv berish va iliq suv bilan rastiraniya qilish tavsiya etiladi. Iliq suv bilan rastiraniya qilayotganimizda bolajonimizni to'la yechintirgan holatida uni boshidan boshlab toki oyoqlarigacha 5-6 marotibagacha qayta iliq suv bilan artishimiz mumkin. Bu holatda bolajonning temperaturasi tushishni boshlaydi va shu zaynda bolajonga ko'proq qaynatilgan suv berishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda bolajonimizni tana harorati 38 dan yuqori bo'lsa-chi, unda albatta pediatr ko'rigidan o'tishimiz shart va ayrim holatlarda uy sharoitida unga yordam ko'rsatishimiz uchun uni ham tanasini iliq suv bilan ko'p qayta artishimiz, iliq suv bilan va ko'proq qaynagan suv berishimiz mumkin va ishlatishimiz mumkin bo'lgan dorilar parasetamol, sefakon svechasi va shunga o'xshash isitma tushiruvchi dori vositalaridan foydalanishimiz mumkin. Va shuni alohida ta'kidlashimiz kerakki, bolajonimizda noto'g'ri ishlatilgan dori vositalari, isitma tushiruvchi dori vositalari bolajon temperaturasi, shuningdek, uni davleniyasini ham tushib ketishiga sabab bo'ladi. Agarda sizni shu va shu kabi muammolar qiynayotgan bo'lsa, sizni Agrofarm klinikasida kutamiz.